Bu xitoycha marvaridlar butun dorixonangizni almashtiradi. Bejizga bu gimnastikani yuzlab kasalliklarning davosi deb atamaydi. U hali qadimgi Xitoydayoq ma'lum bo'lgan va hozirgacha samarasini yo'qotmagan. U qon aylanishini yaxshilaydi, limfa oqimi faollashadi, shishlar ketadi, qon bosimi normallashadi, jigar detoks jarayonini ishga tushiradi va organizmni shlaklar hamda toksinlardan tozalaydi. Metabolizm tezlashadi va teri osti yog'i miqdori kamayadi. Atigi 3 daqiqalik ushbu gimnastika 1 soat yugurish o'rnini bosadi. Birinchi daqiqadanoq tana ochiladi, bloklar va tananing zajimlari ketadi. Ikkinchi daqiqada qon faol aylana boshlaydi, limfa drenaj jarayoni ishga tushadi. Uchinchi daqiqada esa boshdagi tuman yo'qoladi, energiya va kayfiyat ko'tariladi. Kamdan kam odam biladi, qadimgi xitoycha gimnastika qisqa vaqt ichida butun tanadagi og'riqlardan xalos bo'lishiga qodir. Bu videoni yaqinlar bilan bo'lishib, menga obuna bo'lishni unutmang. Hayotning doimo yorqin tarafida bo'lishga harakat qiling. Sizlar bilan Doktor Namozov bo'ldi.